ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz zinhor zolim kimsalarning qilayotgan ishlaridan Allohni g'ofil deb hisoblamang. Faqat Alloh ularni jazolashni ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan kunga, qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar radhiyallohu anhu ga aytar edilar: garchi sen 70 payg'ambarning qilgan yaxshiliklarini qilsang ham, o'sha vaqt sen baribir qo'rqasan. Allohning har bir maxluqoti, payg'ambarlar va solihlar, iymon keltirganlar va iymon keltirmaganlar ham bu kuni qo'rqinchdan tizzalariga yiqiladilar va Allohdan najot berishini so'rab duo qilishadi. Jahannam olovi qaynab toshadi va u yon atrofga qaraydi. Odamlar pastga qaraydilar va qo'rquvdan ko'zlarini ko'tara olmaydilar. Hoy odam bolalari, iblisga itoat qilmaslikka ogohlantirilmagan edingizmi? Sizlar faqat Allohga itoat qilishingiz kerak edi va mana shu to'g'ri yo'l edi. Nahotki siz buni tushunmagan edingiz? Nahotki siz buni bilmagan edingiz? Alloh taolo va ularga sag'ir olovi, qizib turgan jahannamni tayyorlab qo'ydik degan. Sag'ir bu qattiq qizitilgan do'zaxdir. Alloh taolo yana aytadi: yo'q, albatta u jahannam kuchli alangadir. U chaqiradir. Orqaga ketgan va yuz o'girganni va molni yig'ib berkitganni, boshning terisini sidirib oluvchidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jahannam olovining qanchalik issiq bo'lishini shunday ta'riflaganlar. Payg'ambarimiz: sizning ushbu odam bolasi yoqadigan olovingiz jahannam haroratining 70 juzidan 1 juzdir dedilar. Allohga qasamki, agar o'shaning o'zi bo'lsa ham albatta kifoya qilar edi deyishdi. Albatta u jahannam olovi bundan 69 juz ustun qilingan. Har biri buning harorati mislichadir dedilar. Yana rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam jahannam: ey Robbim, mening ba'zimni yeb yubordi dedi. Bas unga 2 nafasga izn berdi. Qishda 1 nafasga, yozda 1 nafasga. Siz duch keladigan eng shiddatli issiq va eng shiddatli sovuq ana o'shandandir dedilar. Jahannamda eng yengil azob tortuvchi odamning holiga bir nazar soling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: dar haqiqat do'zaxdagi eng yengil azoblanadigan kishining oyog'iga olovdan bo'lgan kovush kiydiriladi va olovning issiqligidan miyasi qaynab turadi. Xuddi olovli o'choqqa o'xshab, undan olov alangalanib turadi. Qornidagi axlat oyog'idan chiqib ketadi. Do'zaxda eng qattiq azoblanayotgan men bo'lsam kerak deb o'ylaydi u. Holbuki u eng yengil azoblanayotgan kimsadir.